Toshkent shahar OIDSga qarshi kurashish markazida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida huquqiy madaniyatni yuksaltirishga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda sohada ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaning oldini olish hamda xodimlarning huquqiy bilimlarini mustahkamlashga qaratilgan masalalar muhokama qilindi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidentining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosati hamda Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etildi. Unda Toshkent shahar Uyg'urtepa tumanidagi Umarjomiy masjidi imom xatibi hamda Respublika OIDSga qarshi kurashish markazining korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishlari bo'yicha mas'ul mutaxassislari ishtirok etib, sohada korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan dolzarb masalalar yuzasidan ma'ruza qildilar. Bugungi kundagi eng dolzarb bo'lgan mavzulardan biri, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashish va uni samaradorligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan davra suhbati bo'lib o'tdi. Korrupsiyani oldini olish, korrupsiya bilan bog'liq bo'lgan salbiy holatlarni sabablari nimalardan iborat va uni vujudga keltiruvchi shart-sharoitlar nimalardan iborat va oldini olish bilan bog'liq bo'lgan masalalar ko'rib o'tildi va shu bilan bir qatorda davra suhbatida bevosita Toshkent shahridagi OIDS markazidagi xodimlarga korrupsiyaviy salbiy holatlar uchun, korrupsiyaviy jinoyatlar uchun javobgarlik muqarrarligi ta'minlanishi va javobgarlik masalalari ham tushuntirib o'tildi. Davra suhbatida korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy asoslari, halollik tamoyillari qaror topishi, huquqiy madaniyatni yuksaltirish va profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirish masalalari yuzasidan fikr va takliflar bildirildi. Shuningdek, bunday ochiq muloqotlar xodimlarning huquqiy savodxonligini oshirish, korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatlarni shakllantirish hamda muassasalarda ochiq, shaffof va samarali faoliyat yuritishga xizmat qilishi alohida ta'kidlandi. Mana shu markazda ishlayotgan tibbiyot xodimlarini, bular shifokorlar, o'rta tibbiyot xodimlari, kichik tibbiyot xodimlari, mana shular o'rtasida korrupsiya o'zi nima? Korrupsiyaga qarshi kurashda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Agar korrupsiyaga qarshi kurashmasak, u nimalarga olib kelishi mumkinligi to'g'risida albatta mutaxassislar kelishgan. Xodimlar o'rtasida biz o'zimiz rahbariyat tomonidan ham bu tadbirlar olib boriladi, ularga doim tushuntiriladi. Bu nima ekanligi, men o'ylaymanki, mana shu korrupsiya bilan shug'ullanmaslik bo'yicha albatta mutaxassislardan eshitishsa yana ham ta'sirliroq bo'ladi. Tadbir yakunida korrupsiyaga qarshi kurashish faqat davlat idoralarining emas, balki har bir xodimning ham yuksak mas'uliyati ekani qayd etildi. Ta'kidlangandek, bu kabi ma'rifiy uchrashuvlar sohada halollik muhitini mustahkamlash, huquqbuzarliklarni oldini olish, xizmat faoliyatini samaradorligini oshirish hamda jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni qaror topishida muhim ahamiyat kasb etadi. Muqaddamxon Salimova, Avazxon Mo'minov, Poytaxt.